Assalomu alaykum. FIFA kunlari yakunlanib, chempionat o'yinlari boshlanmoqda. Jumladan futbol vatani Angliyada ham musobaqalar qayta start olmoqda. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov Tehrondan maxsus samolyot bilan to'g'ri Angliyaga uchib borib, klub mashg'ulotlariga qo'shildi. Shaharliklarni Angliya Kubogining navbatdagi bosqichida Bournemouth bilan muhim o'yin kutib turibdi. Uchrashuvdan oldin o'tkazilgan matbuot anjumanida Pep Guardiola jurnalistlarga intervyu berdi. Tadbirda jurnalistlar Abduqodir Husanov haqida ham so'rashdi. Salom Pep, savolim Husanov haqida. U Chelsiga qarshi o'yinni juda yomon boshladi. Keyin u o'zini tiklab oldi va hozir siz uchun muntazam o'ynamoqda. Uning o'yini, tarkibga moslashuvi va rivojlanishini qanday baholaysiz? Uning bunchalik ko'p o'yin o'tkazishi kutilmagandi. Lekin bizda butun mavsum davomida orqa to'rtlikda bo'lgan vaziyat tufayli juda ko'p o'ynadi. Uning o'ziga xos sifatlari bor. Bu aniq. U haqiqatan ham o'ziga xos. U juda tezkor va o'yinga ishtiyoq bilan kirishadi. Uning his-tuyg'ularini hamma vaqt ham yuzi va tanasida ko'rib bilib bo'lmasligi mumkin, lekin u buni ko'pincha harakatlarda namoyish etadi. Qisqa mashg'ulot vaqtida ham ko'plab jihatlar bo'yicha biz undan mamnunmiz. Bilasizmi, qisqa vaqt ichida mashg'ulotlarsiz va boshqa muhim narsalarsiz bizga ko'p yordam berdi. Vitor Reis ham xuddi shunday. Angliya Kubogining oldingi bosqichlarda o'ynagan o'yinlarimiz juda yaxshi o'tdi. Mavsum o'rtasida yangi mamlakat va yangi ligaga moslashish oson emas. Ular juda yaxshi va kayfiyati ham, jismoniy tayyorgarligi ham ijobiy. But they are really good. They are so positive in the mindset, in the body shape. And he came in without speaking any English as well. U ingliz tilini bilmasdan klubga kirib keldi. Va menimcha bu yerga ko'nikish ham qiyin kechdi. Ha, u tushunadi va bu yaxshi. Biz ularga mashq qilish va ko'proq intilishni tavsiya qilamiz, chunki muloqot bu juda muhim. Shuningdek, jurnalistlar Guardioladan klubning maqsadi haqida so'rashdi. U maqsadlar oddiy ekanini aytdi. 7-martda ketma-ket Angliya Kubogi yarim finalga chiqish biz uchun asosiy maqsad. Shundan so'ng kelasi mavsum Chempionlar Ligasiga yo'l olish uchun g'alaba qozonish kerak. Bournemouthni mag'lub etish va keyingi chorshanba kuni Lesterga qarshi tayyorgarlik ko'rish bu bizning vazifamiz. O'tgan mavsum 6 yil davomida yarim finalga chiqib rekord o'rnatdik. Bu musobaqada ishtirok etish qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi. Biz buni jiddiy qabul qilamiz. Xuddi avval Liga Kubogini 4 marta ketma-ket yutganimizdek. Natijalarni oldindan bilmaymiz, lekin jiddiy yondashishimiz kerak. O'yin biliga chiqishga urinish ajoyib bo'lardi, dedi Pep Guardiola. Eslatib o'tamiz, Manchester City'ning Bournemouthga qarshi o'yini 30-mart kuni Toshkent vaqti bilan 20:30 da boshlanadi. Umid qilamizki, Abduqodir Husanov mazkur bahsda ham ishtirok etib, jamoasining g'alabasiga o'z hissasini qo'shadi. Aziz kuzatuvchilar, videolarimiz ko'proq ko'rilishi va boshqalarga ham yetib borishi uchun like bosib, izohlar qoldirishni unutmang.